14-yanvar Vatan himoyachilari kuni. Nafaqat vatan posbonlari, balki mardlik, jasorat va fidoyilik timsoli bo'lgan barcha erkaklar bayrami muborak bo'lsin. Ushbu kunda ota, aka-uka, turmush o'rtoq yoki yaqin do'stlaringizni jonli qo'ng'iroq loyihamiz orqali samimiy va bir umr esda qolarli tarzda xursand qilib beramiz. Maxsus tabriklar, iliq tilaklar va yoqimli kayfiyat barchasi birgina qo'ng'iroqda mujassam. Narxlarimiz esa juda ham yonbob. Buyurtma berish uchun adminlarimiz bilan bog'laning. 50lik 444 33 11 raqamiga, 91lik 744 91 04 raqamiga, 93lik 006 52 62 raqamiga hamda ushbu raqamlarning Telegram va WhatsApp orqali ham bemalol yozishingiz mumkin. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan barchangizni muborakbod etib qolamiz, aziz erkaklar.